Assalomu alaykum hammaga. Mana navbatdagi zina poyamiz Farg'ona shahrida bo'ldi. Balandligi 380, eniga 2 metr. Zina poyamiz kengligi 95 cm dan chiqib ketgan kengligi. Oyoq qo'ydan 30, tikkaligi 15 cm standart tushgan bu. Armaturalari 12 li Begavat armatura, har bir ust tupankaga ikkitadan 15 cm teshib qoqiladi. İki etajli uylar uchun qulay variantdagi zina poyamiz. Hozirda beton quyishga tayyor. Betonini boshlaymiz. Tagi qismi podushkalarga ham har biriga teshib, sevyaskalar uchun chiroyli qotirganmiz. Razmerlari juda idealniy darajada chiqdi. Hozirda beton quyishga tayyorgarlik. Kimda shunaqa xizmatlar bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. O'zbekiston bo'ylab chiroyli narxlarda qurib beramiz. Hammaga katta rahmat, sog' va salomat bo'linglar.